هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Zuhruf tefsiri 15. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Zuhruf suresi 15. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ula periştilerini Allah'ın kızları deyiş bilen Allah'ın bir kısım bendilerini Allah'ın bir cüz'iyi kılıp aldı. Mundaq degici insan hakikaten Allah'a aşkarı naşkürlük kılgıcıdır. Allah mahlukatın öz üçün kızlarını balı tutup sizlarni oğullarga xas qildimi? Agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinining qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'iga cho'mgan holda uning yuzi qardab ketadi. Ular Allohga zibu zinnat ichida cho'ng bo'ldigan munazirda maqsadini ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilamdi. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi ularning ham amaliga yozildi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortildi. Ular marhamatlik Alloh xolisa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Müşriklarning Alloh taologa bola nisbat berganligini ayıplash to'g'risida. Alloh taolo müşriklarning ba'zi hayvonlarni butlar uchun, ya'ni ba'zilarini Alloh taolo uchun ayrishdek yolg'ondan to'qib chiqqan narsalardan xabar qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo sura An'amda mundaq degan: Müşriklar Allah yaratgan ekinlerden ve çahar paylardan, yani töge, kala, qo'ylardan Allah için bir hisse, butlar için bir hisse ayırıp koyup, öz gumanlarca hiç kandak delilsizler, bu Allah içindir, bu mehbutlarımız içindir dedi. Butlarının nesibisinden Allah'ınkiga qo'shishga bo'lmaydi. Allah'ın nasibisinden butlarınınki qo'shishga bo'ladi. Müşriklar Allah'a atıgan hessidan butlarga atıgan hessiga bir narsa qo'shilib qolsa, onu butlarının hessi ichida qoldiradi ve Allah boy, buningga muhtoj emas deydi. Butlarga atıgan hessidan Allah'a atıgan hessiga bir narsa qo'shilib qolsa, onu butlarning hassiga qaytirib o'tadi. Ularning qarori nima degan qabi? Shundaqla ular qizlar va o'g'illardan bo'lgan bu ikki xil insonning ichidan o'zlari aql, farosat va jismoniy jihatdan martabasini past va tuvan chaqlaydigan qizlarni Alloh taolaning bolasi qilib nisbat berdi. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq deydi: Ey müşriklar jamiyasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola
sizlarga xos bo'lib, sizlarchi yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'iy qilib oldi. Mundaq degichi inson haqiqatan Allohga oshkor noshukrlik qilguchidir. Alloh maxluqotdan o'zi uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? Alloh taolo bu oyatida ularning qilmishlarini nihoyat qattiq darajada ayblaydi. Ondan Alloh taolo bu ayblashni davomlashtirib mundaq deydi. Agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinining qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qoradab ketadi. Ya'ni Allohga nisbat bergan qiz bilan bularning biriga bishorat berilgan chaqda u uningdan qattiq nomus qiladi. Uningga berilgan xabarning yomonligidan uning yuzida hasrat alomati oshkor ko'riladi. Bu xabardan xijil bo'lib, qavmlardan o'zini qochirdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Alloh taolo mundaq deydi. Vaholanki sizlar qiz bolani Alloh taologa nisbat berib turib, uningdan qandoqmi nomus qilasizlar? Ular Allohga zibu zinnat ichida cho'ng bo'ladigan munozirda maqsadini ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilamdi. Ya'ni ayol kishi tabiiy nuqsonlik bo'lib, u kichigidan boshlabla zibu zinnat ichida cho'ng bo'lish bilan uning nuqsoni to'liqlandi. Agar u munozirlashib qolsa, qiladigan so'z topolmay tamtirab qoladi. Ya'ni maqsadini bayon qilishga ojiz kelib, tili tutilib qoladi. Ahvol mundaq odamni kuchlik va buyuk Alloh taologa mansub qilsa bo'lamdi. Ayol kishi tashqi ko'rinishida va ma'naviy jihatda nuqsonlik yaratilgan bo'lib, uning tashqi ko'rinishidagi nuqsoni chiroyli kiyinish, go'zal zibu zinnat buyumlarini taqash va shuningga o'xshagan narsalarni ishlatish orqali to'liqlandi. Ammo uning ma'naviy, ya'ni ichki jihatdagi nuqsoni bo'lsa, jismoniy jihatdagi zaiflik bo'lib, g'alaba qilish fursati kelganda g'alabaga erishishga jur'at qilishdan ojizdir. Uning ne so'zmanligi, ne irodasi yo'q. Bu vaqtda ba'zi arablarning qiz bilan bishorat berilganda mundaq deydigan maqolasi bor. Qiz bola o'g'il boladek ne'mat emas. Uning g'alabasi yig'idir. Yaxshiligi o'g'irlikdir. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Bu yerdagi o'g'irlikdan ayollarning, kishilarning ko'nglini oson tutib oladiganligi ko'z tutilgan bo'lishi mumkin. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Ya'ni ular farishtalarni shundoq deb qaraydi. Alloh taolo ularning bu buzuq e'tiqodiga raddiya berib mundaq deydi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ya'ni ular Alloh taoloning farishtalarni qiz qilib yaratganligini ko'rdimi? Ularning guvohligi, ularning nom-amali yoziladi. Ya'ni ularning farishtalarni qiz deb bergan guvohligi ularning nom-amali daftariga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortildi. Ya'ni ular qiyomat kuni ana shu yomon qilmishidan so'roqqa tortiladi.
bu oyat ularga berilgan qattiq ogohlantirish va tahdiddir. Ular marhamatlik Allah xolisa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Ya'ni ular agar xolisa albatta bizni Alloh taolaning qizlari bo'lgan farishtalarning suratlaridagi bu butlarga cho'qinishimizdan to'sqan bo'ladi. Alloh taolo haqiqatan bizning ularga cho'qinadiganligimizdan xabardordir. Alloh taolo bizning bu ibodatimizni maqbul ko'rdi dedi. Mushriklar bu yomon qilmishlari bilan tuvandikidek nurg'un xatoliklarni o'tkazdi. Birinchi, ular Alloh taologa bola nisbat berdi. Alloh taolo o'ziga bola tutishdan yuksak darajada ustundir, ulug'dir va pokdir. Ikkinchi, ular Alloh taolo o'ziga o'g'illarni emas, qizlarni bola qilib tanladi dedi. Ular marhamatlik Alloh taolaning bandalari bo'lgan farishtalarni qiz deb e'tiqod qildi. Uchinchi, uning ustiga ular faqat quruq nazariya, havoyi havaslarga tayinib va ilgarikilarga, cho'nglarga, ota-bobolarga, jahiliyat davridagi shayton vasvasalariga ergishib, o'zlarining buzuq gumoni bo'yicha farishtalarning suratlarida yasalgan butlarga Alloh taolo tarafidan hech qanday dalil isbot bo'lmasdan, ruxsat qilinmasdan cho'qindi. To'rtinchi, ular ana shu ibodatlar uchun bema'ni narsalarni dalil qilib ko'rsatdi. Ular bu dalillarda intayin nodonlik qildi. Alloh taolo ularning bu dalillarini qattiq aybladi. Alloh taolo payg'ambarlarni avatgan kitoblarni nozil qilgandan keyin Alloh taolo payg'ambarlarni avatgan kitoblarni nozil qilgandan boshlab insonlarni hech shirk yo'q, yolg'iz Alloh taologa ibodat qilishga buyurib, Alloh taolodan boshqa ibodat qilishdan to'sib keldi. Alloh taolo mundaq deydi: biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar. Shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, kohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdi. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarimi bor, gumrohlikqa tegishli bo'lganlarimi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib, payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligini ko'zdinglar. Sendan burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab boqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilgani bormi? Alloh taolo tafsir qilinayotgan bu oyatda ularning bu bema'ni dalilini tilga olgandan keyin mundaq deydi: bu to'g'riliq ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ya'ni degan so'zlarining va keltirgan dalillarining to'g'ri ekanligi haqida bilimi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. Ya'ni ular yolg'ondan so'zlaydi. Yolg'onni to'qiydi. Mujohid bu oyat haqida mundaq deydi: ya'ni ular Alloh taolaning qudratini ko'rsatadigan dalillardan hech narsani bilmaydi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islomdi. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menib hidoyat topqichidirmiz deydi. Shuningdek, sendan ilgari har qachon bir shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bobolarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz.
shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Har payg'ambar o'z qavmiga ata bovanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yana ata bovanglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragan. Mushriklarning hech qanday dalilining yo'q ekanligi to'g'risida. Alloh taolo mushriklarning hech qanday pokisiz, dalil isbotsiz holda Alloh taolodan boshqa narsaga ibodat qilganligini ayblab mundoq deydi. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ya'ni ular Alloh taologa shirik keltirishdan ilgari biz ularga kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam eslamdi, ya'ni ular shu kitob bo'yicha Alloh taologa shirik keltiramdi. Ish hargiz undaq emas. Bu vaqtda Alloh taolo mundaq degan. Yoki ularning butlarga cho'qinishining to'g'riligini so'zlaydigan biror kitob nozil qildikmi? Ya'ni mundaq bo'lgani yo'q. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bovalarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menib hidoyat topquchidirmiz deydi. Ya'ni ularning shirk keltirgan narsalarda ota-bovalarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilatdik deb ota-bovalariga qarg'ulachi egishishdan boshqa tayong'idek hech qanday dalili yo'q. Biz ularning izidan menib, ya'ni oqsidan menib hidoyat topquchidirmiz degan so'zi ularning quruq davosidan iboratdir. Alloh taolo ularning so'zlarini ilgari o'tgan payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlardan ana shu mushriklarga o'xshash kishilarning allaburun qilganligini bayon qiladi. Ularning dillari bir-biriga o'xshaydi. Ilgari o'tganlar mushriklarning so'ziga o'xshash so'zlarni qildi. Ulardan ilgariki ummatlarmi shundoq edi. Ularga har payg'ambar kelsa, ular uni bir sehrigar yoki bir majnun dedi. Ular payg'ambarlarni inkor qilishni bir-biriga tavsiya qilishganmi? Hargiz undaq emas. Ya'ni ular bir-biriga undaq tavsiya qilishgan emas. Ular haddidan oshquchi qavmdir. Shuningdek, sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bovalarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. Alloh taolo mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ana shu mushriklarga aytqinki, har payg'ambar o'z qavmiga ota-bovanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yana ota-bovanglarga ergishamsizlar dedi. Ular sizlar ilib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. Ya'ni agar sen ularga ilib kelgan dinning to'g'ri ekanligini bilsa va haqiqiy ishonsa edi, ular Alloh taologa shirk keltirish, Alloh taolodan boshqa ibodat qilish, ota-bovalarining izidan qarg'ulachi menish va buning bilan o'zlarini haq din ustida deb da'vo qilish qatorliq qilmishlariga albatta bo'ysunmagan bo'ladi. Ular niyatining yomonligi, haqqa va haq ahliga cho'ngchilik qilganligi uchun gumrohlikka petib ketdi. Biz ularni jazoladik, ya'ni payg'ambarlarni inkor qilgan ummatlarni turli azob bilan jazoladik. Alloh taolo ularga tushgan azobni
ularning qissalarida tafsili bayon qildi. To'g'ri yo'lni inkor qiluvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qaragan. Ya'ni ularning qandoq yo'qotilganligiga va halok qilinganligiga Alloh taolo mu'min odamlarga qandoq nijotlik berganligiga qaragan. Elhamdülillah. Yuqorida sura Zuhruf tafsiridan 25. oyatgacha angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.